Ayollar ranglarni ajratishda erkaklarga qaraganda necha foiz sezgir hisoblanadi? 50%. To'g'ri. Ayollar kuniga 20 mingta so'z ishlatsa, erkaklar kuniga qancha so'z ishlatadi? 5000. 6000. Ayollar ko'p gapiradi bo'lasangiz, erkaklar Ayollar ko'p gapiradi. Albatta ayollar. 9000, 8000. 7-10 mingta. Ikkitaydi. Erkaklar ayollarga nisbatan necha foiz jismonan kuchli hisoblanadi? 30%. To'g'ri. 30-40%. 60 soniya ichida ayollarning yurak urishi erkaklarnikidan necha marta ko'proq bo'ladi? 7 martami? 5-10 marta. To'g'ri. To'g'ri topamiz. Bu yerdan kategoriya ketarganmiz mayli. Ayollar ijtimoiy tarmoqlarda erkaklardan necha foiz ko'proq vaqt ajratadilar? 30-40%. 8-mart bayrami bilan barcha opa-singillarimizni, onajonlarimizni tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'linglar. Sizlar borsizki, biz bu dunyoda baxtli yashaymiz. Vaqtimizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayramingiz muborak bo'lsin.